Xo'p akalar, bugun sizlar bilan o'tgan safargi videoyimiz, ya'ni Namangan Remeke bozori haqida ikkinchi qismini boshlaymiz. Bu qismda bozorning atmosferasiga qo'shilib, narx-navo bilan ham tanishib o'tib ketamiz. Bu yaponskiy paroda tovuqlar 75 ming so'mdan boshlanar ekan, qafasdagi almazli fazan 250 ming so'm ekan. Bozorlik qilish bilan ovora bo'lib, qorningiz ochib qolsa, shinam joylarni qilib qo'yilgan, qorni do'yib olaverasizlar. Kabutarlarning ham juda ko'p turlari mavjud ekan, lekin odam ko'pligining hisobiga u yoqqa o'tib video olishga sharoit bo'lmadi. Bozor ichida xarid qilingan parrandani shu joyning o'zida veterinar ko'rigidan o'tkazib olsalar ham bo'lar ekan. Kurkalarimizga keladigan bo'lsak, narxlari 150 ming so'mdan boshlanib 600 ming so'mgacha ekan. Bozorning atmosferasiga bir baho berib qo'yaverasizlar. Sayroqi qushlarning turlari juda ham ko'p ekan. Kanareykadan tortib bulbuligacha bor ekan okalar. Bu qushlarning sayrashini ko'rib, bozorga nima uchun kelganim esimdan chiqib qoldi to'g'risi. Bozorga qush olish uchun tushsangiz, qafasdan hech qanaqa muammo yo'q okalar. Xohlagan turdagi qafaslaringizni topsanglar bo'ladi. Mana shu qafaslarni ham egalarim nomerlarini qoldirib qo'yaman. Ancha arzon narxlarda qilib beradilar. Qushlarga kerak bo'ladigan barcha anjomlarni ham vitamin, dori, darmon, oziq-ovqatlarigacha shu joydan topsanglar ham bo'ladi. To'tilarga keladigan bo'lsak, ajrella $220, rozellalar parasi $200dan. Maskalarning parasi qoralari 500 ming so'm ekan, ranglilari 400 ming so'm. Qolgan barcha qushlarni kelishilgan narxlarda savdo qilishingiz mumkin. Nomerlarini yozib qoldiraman. Ushbu nomerlarga telefon qilib ma'lumot olsanglar bo'ladi. Ha, aytgancha okalar, dakanlarga qiziqadigan okalar ham bormi oramizda? Bular haqida ham alohida video qilsak nima deysizlar? Bozorimizni aylanib oxirgi manzilimiz bo'lgan baliq bozoriga ham yetib keldik. O'sha gap, baliqlarga kerakli bo'lgan asbob anjomlarini topsanglar bo'ladi. Baliqlar ancha arzonlashtirilgan narxlarda optim savdoga ham qo'yilgan. Bu baliq egalarining nomerlarini yozib qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib savdolashsanglar bo'ladi. Ko'rib turgan baliqlaringlar optim savdoga 10 ming so'mdan boshlanar ekan. Menga aytishlari bo'yicha bu joydagi baliqlardan tashqari uylarda yana juda ham ko'p xildagi baliqlarni topsanglar bo'lar ekan. Aksessuarlardan tashqari akvariumning ham turlari juda ko'p ekan. Bularning ham nomerlarini qoldiraman. Telefonlashib aloqaga chiqib olsanglar bo'ladi. Xo'p akalar, shuning bilan Namangandagi obzorimiz nihoyasiga yetdi. Yoqqan bo'lsa obuna va like tugmalarini bosib qo'ying.